Bugun O'zbekistonning 10 ta blogerlari Magnumda 5 million uchun kurashadi va ishtirokchilar supermarketdagi xohlagan mahsulotlarni yeyishligi mumkin. Eng ko'p ball to'plagan ishtirokchi o'yin g'olibi bo'ladi. Diqqat, ballar yilgan mahsulot summasidan hisoblanadi. Eng ko'p summa to'plagan ishtirokchi o'yinimizda g'olib bo'ladi. Ishtirokchilarga 3 soat vaqt beriladi va har bir soatda shartlar o'zgaradi. Bo'lmasam bizda birinchi shart hamma xohlagan narsasini yeydi. Boshlandi. Birinchi shart boshlandi. Diqqat, o'yinda ikkita qoida bor. Olingan mahsulot oxirgacha yeyilishi shart. Agar yeyilmasa, mahsulot summasi hisoblanmaydi. Ikkinchi qoida, bitta olingan mahsulotni ikkinchi marta olish mumkin emas. Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingizga bitta favorit tanlab oling. Mani planim bor. Futbol ortiqchalik. To'g'ri ovqatlanish, ketma-ketlik bilan to'ppa-to'g'ri yeyish kerak. Marojneyim kiyotdi, lekin bor-u. Mana детский питание. Birinchi bo'lib, mana bu suvlarni olaman. Qada 3000 ekan. Bum bilan bilasizlarmi nima qo'shib yesa bo'ladi? Kosha. Xo'p, buni ish bo'ling. Narxi qani buni? Bu bo'lmaydi. Tak. Biroz shustrilik qilib ketdilar. Men nima olganimni bilmoqchi bo'lsanglar, men hozir klubnika oldim. Klubnikami, malinami bilmayman, nima, lekin qimmat. Yo'q, mana bu qaysi? Yorsa kerak shuni. Sirmi bu? Sir bo'lsa yeyman, lekin ko'p-de bu prям. Ko'p deyishasi ham bor. Lekin yorsa bo'ladi, shunda. Bugun maqsad nima bo'lyapti? O'sha videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Men tozman, dushmanim ko'rib qoldim bitta. Okeymi? Xatdan yozdim. Men birinchi yo'lni. Qo'yinglar. Короче, bu 130 torning. Magazindagi eng qimmat narsa bu Red Bull. Red Bull olganimni bekitishim kerak, chunki qolganlar ko'rib qolsa qolganlar ham oladi. Mana bunaqa narsa oldik, men biroz hozir voy, bu nima bu? Ulpinimi nima bu? Malina. Nechta pul? 300 ming. Yo'q. Qani? 66.000 ekan. Buni olishyapti, men 300 ming deshganiga eshitib keldim. Qulupni 12900 qulupni qoplamaydi cho'ta. Xo'p, hozir menda bitta 4 ta narsa bo'ldi. 4 ta narsam normalniy summa bo'lishi kerak. Xullas biza agar yutsak nima qilamiz pulni? Pichoq olamiz kerak. Eski pichoq olamiz. O, mana qarang 18 ming, 26 ming. Smetana shunda ichora olmaymiz ham. Anoni topaylik, qimmat suvdan. Qanaqa qimmat? Qimmat suv bor edi. Nima, men hech qanaqa qimmat suv bilmayman, jigar. Qaram bilmayman. Red Bull bilan. Men bekitib oldim. Voy, bekitib olganini qarang. Bekitib olganini. Ko'rmalaringda Red Bull'imni bekitib oldim. 80 ming so'mlik mamdo pichini ko'rib qoldim. Mana. Easy 80 ming. Savdot ko'rmasin deb ketdi mana. Qochdi endi betkinamiz. Betkim olamiz. Hozir xullas bizga qiziqarli nimadir kerak. Lekin topolmayman.